Assalomu alaykum. Erkin, qanday ahvolingiz? Ahvolingiz yaxshimi? Sal aldirashib qoldim bugun. Abay telefonni qo'yib, hozir oldim. Telefonni qarasam siz gapsiz. Ya'ni nurg'un gaplar bor ekan, o gaplarni anglab bo'lolmayman. Hozir sizning gapingizni angladim. Shu necha zamoningizda dunyo siyosati degan dunyo siyosat shu. Shu dunyodagi davlatlarning Xitoydan oladigan manfaatini hurmat qilgan asosda shuning bilan ulardan manfaat olib andikin Xitoyning zimman butunligini hurmat qilgan asosda bizning ishimizni Xitoyning ichki ishi deb inson huquqi talab qilgan asosda da'vo qilib kelgan gap. Buni demaydi xalqqa. Endi xalq ufmaydi. Xalq mushlar bir ish qildiga o'xshaydi deydi. Necha vaqtingizni mana desam xafa bo'lib qolmasin, xalq cho'shqa vaqtda cho'shqa baqqan gap. Endi cho'shqa qilibdi, o'lisi baqqan emas. Ma odimiy cho'shqalarni beqibdi degan gap. Mushunda kazzab, mushunda aldamchi birimlarni baqqan gap necha yilning yog'i samatib beshadi. Biz dunyo siyosati deb unga erishib o'tmay. Biz özümüz siyaset yaratışımız gerek. Vatan bizden olgandayken siyaset yaratışımız gerek. Biz siyaset yarata alsak azırak bolsa onun kendinden dünya siyaseti onunla koşuludu. Ama siz degandek bütün dünyadaki devletler hemmisi biladi bizim devletini Xitoyning besavaganligini. Biz özümüz yaratamasak azırak nesini hak bizga ergash bizning siyosatimizga deydi. Uning siyosatiga ergashsak, uning manfaati uchun mangan bo'lmamdiq. Biz endi o'zimizning holi bu, endi dunyodagi qudratli ilg'or davlatlarni yo'lab beradi nima qilamiz biz yerda?